Salam köpçülük, yaxshimisilar? Bugun biz narinchop tayyorlash usulini birlikda o'rganib chiqaylik. Oldi bilan 1 kilogram unga 30 gram tuz, bir dona tuxumning iqi, 460 gram suv quyib, xamirni raso chaylab, yug'urib, yaltiroqqa o'rab 10 minut tindirib olamiz. Qozonga suv quyib, qaynashdan burun 1/2 kilo qo'y go'shti, 100 gram quyruq may selib, qaynaganda ko'pgina elbetib, tuvoq nepib, bo'sh o'tda 20 minut qaynatamiz. Tindirib olgan xamirga un chechib, qo'l bilan bir oz besib, narinchopning xamirini teksharoq nepiz yeyib tayyorlaymiz. Xamirni yeyib bo'lgandan keyin azroq shamollatib, suratda ko'rsatilgan bo'yicha qatlab 1 santi kenglikda kesib tayyor qilib olib, ya'ni qozonlik sho'rpiga bir va sabza tuzni muvofiq miqdorda selib tangshab, tuvoq nepib, normal o'tda 12 minut dimlab pishirib, suzib ilib, pishirib olgan go'shtni don shaklda to'g'rab, sabzini o'xshash cho'nliqda to'g'rab tayyorlab, bosh piyozni nepiz shilib olib, tayyor qilib olgan sabz go'shtlarini birda qachiq to'kib, bosh piyozni sho'rpiga chilab, achchig'ini chiqarib etib qo'shib, ustiga go'shtning o'zini sho'rpisini qo'yib, aralashtirib, ta'min tangshab tayyor qilib olib, haqiqiy o'xshagan narinning cho'pini sho'rpining o'ziga silib pishirib tayyorlaymiz. Oshxonalarda qulaylik bo'lish uchun cho'pni ayrim qozonga silib pishirib tayyorlaydi. Chiqqan cho'pni sovuqsiz yumay, taqsiz jalab, sho'rpisidan 2 cho'mish quyib, chaplashib qolmasligi uchun aralashtirib etib, ustiga sabz go'shtini silib, qarmoz sepib tayyorlasak bo'ladi. Sarxil taomlarga ehtiyojli bo'lsangiz, yurak berib meni qo'shib oling.